Assalomu alaykum hammaga. Ushbu videomiz qanaqa qilib $2000 oylik daromadga chiqish haqida bo'ladi. Hozirgacha bosib o'tgan yo'llarim va o'zi bu loyiha nimaligi haqida tushuntirib beraman. Bundan avvalgi videoda ko'rgan bo'lsalaring, men nima uchun nolga tushib qolganimni qisman sababini aytganman va bu servisga kirdim va noldan may oyidagi nol holatimda $2000 gacha daromadga chiqishim haqida umumiy YouTube'da yozib boraman. Xo'p, ushbu videoda may oyidan boshlab nimalar qilganligim haqida kelinglar qisqacha gaplashamiz. May oyida men mayda emas, o'zi aprelda nolga tushib qolib minusga kirib ketdik. Ular krizis bo'ldi va birar oycha siqilib yurdim depressiyada. Endi kattaroq pulga tushgandan keyin hamma odam siqiladi va tabiiyki biz bandamiz. Keyin tushunib yetdimki, siqilib o'tirishdan foyda yo'q. Chunki ota-ona, bola-chaqa qarab turibdi, orqada sizga ishonganlar bor va ma'lum bir reputatsiyaga chiqib tushib ketish bu oson narsa emas. Keyin xullas jarayonga kirishdim. O'zim agentligimni ochishga qaror qildim va birinchi o'rinda komfort zonamdan chiqish uchun men boshqa uyga ko'chib o'tdim. Yaxshi sharoitda Saudiya chet elda yashab turib, kelib bunaqa sharoitga ko'chib o'tish oson emas. Lekin bu nagruzkani miyaga qabul qilib oldim va Qo'qon sharoitida endi shu narsani qilishga harakat qilaman. Ya'ni Toshkentda emas, qolgan viloyatlarda aynan bu narsa qilish menga qiziq. Chunki hamma SMM, Instagramdan pul topish, marketing deganda Toshkentda tushunadi. To'g'ri, eng pik sohasi, eng ko'p pul topib turgani Toshkentda bo'lishi mumkin, lekin aynan viloyatda turib, oiladan uzoqqa ketmagan holatda bu narsaga erishish mumkinligini men isbotlamoqchiman. Buning uchun nima qadamlar qilyapman? Xo'p, birinchi navbatda men shu soha bo'yicha eng so'nggi yangiliklar o'rganyapman, chunki bu sohadan chiqib ketgan edim va meni mijozlarim kimligini qiziqyapman va o'sha mijozlarga qarab qadam-qadam harakat qilib boryapman. Va men buning uchun nimalardan foydalanyapman, qanaqa tanishlardan foydalanyapman, nima harakatlarni amalga oshiryapman, bularni ham aytib yoritib boraman. Faqat hozir birdaniga aytsam, bu narsa katta nagruzka bo'lib ketishi mumkin. Lekin bitta narsani bilinglar, umumiy olganda $2000 emas, $20000 topsa ham bo'ladi va topib turganlar bor. Agarda siz Instagram orqali $2000 dan ko'p daromadga chiqmoqchi bo'lsangiz, nima qilishingiz kerak? Birinchi bo'lib bu sohani yaxshilab o'rganishingiz kerak. Maslahati birinchi pul bilan o'rganmang. Birinchi YouTube'dagi bepul ma'lumotlar, ingliz tilini bilsangiz, umumiy ingliz auditoriyani ko'rsangiz, erta bizda pulga sotilmaydigan auditoriya ham, ma'lumotlar ham bor. Shunaqa qilib, bu harakatlarni amalga oshirsangiz $2000 ga daromadga chiqishingiz 100% inshaalloh. Sababi meni atrofimda, men sferamda yurgan 2 yil oldingi bolalar, mana shu sohada boshlagan bolalar hozir 2000 dan ko'p daromad topishadi. Va men mana shu qadamni maksimum tezroq qilmoqchiman, ya'ni 6 oyda bu natijaga erishmoqchiman. Siz ham agar boshlamoqchi bo'lsangiz, YouTube'da va Instagramda meni kuzatib boring va men nima qilib turganimni ko'ring. Agar sizga qiziq bo'lsa, siz ham qaytarib boring va oxirida natijalarni birgalikda bo'lishamiz. Sahifam foydali bo'lishidan umid qilib qolaman. Obuna bo'lishni unutmang.